Assalamu alaikum, qarindoshlarım, yaqindan yaqin men bek ko'p naq maydon qilib savatıma kechiringlar. Bugun men necha kunning oldidagi naq maydonimniki, 2 kunning oldidagi naq maydonimniki biz bek kichik nikohlanish to'g'risidagi ba'zan so'zlarim ba'zan odamlarga bek ta'sir qilibdi. Ayrim xonamda noit afsona til, afsona so'zlar ko'payib ketdi. Bu arqılıq əmdi mən bir qancısını tilgə əp ütey. Birisi deydi, mən xoş nikalandım. Vətəndəki xotunumla əçqalanmağalığım üçün nikalandım. 3 xotun aldım. Asam nim bopdu. Yaramağan ekan qo'yib ötadigan gapkan. Yarısı öy tutadigan gapkan. Mening xotunum 15 yosh kirdi. Nim bopdu? 15 yaşlıklarınki bazıları adet köymeydiken, adet köymese çıkarak xotun buludu. Tuğutluq adam bilen yetişkil olmaydiken. Digendek her xil eğiz ağızsız muşundaq sözler tolup getdi ma. 9 yaşlı xotun qığıl oldu digen nəsini motorda tınmay sözler vatıdı. Naydı dağlar bizdenki başka vətəndən azatlığı köngül bildiğen adam az boğunu bilen, guvalıq verdiğen adam az boğunu bilen bu xotun elişqa köngül bildiğenler şunçilik çıkken. Onu bildim. Acayip çıkken. Xotun temiz degen aşı sayrap getdi. Mening ayrım nimemde, ayrım xanamda 9 yaşlı xotun degeni bal orunda quchaqlab yetib xotun qığılı boludu. Onun lezzeti ayrım. 10 neçə yaşlıqlarının lezzeti ayrım. Sizlerdəki yaş küçüğün o toy qığalarınki uxmaydigan oxşaysızlar. Mən əmdə onda nəslərinin həmməni torğa çıxırıb qoyay desəm, numus dep bilmə. Mən bir ana. Mən bir məktəbdən oqutquçusu. Bizninkide əmdə mən başlanğıçdan ballarıga dərs ötken vaxtımda başlanğıçdan ballarını praktik 8 həftə, 3 həftə açlıq praktikalarımız vardı məktəbini bütəgən vaxtımda. Şunlar muşulanda başlanğıçdan ballarınki ayağını almaşdırıb qoyub kiyiş. Oğunu solğa, solunu oğuna kiyiş əhvalları vardı. Anandakin cıq nəslərini Sofi dep durup soraydı məndən cıq nəslərini. Kiçik ballar, balalıq bilən. Qızlarınki cıq sınıfda qızlar cıqaraq değil mi sınıfımda? Bundaq əhvallar şundaq vardı. Əmdə 9 yaşlıq balanı biz xotun qıldıq dep durup özünüz bir misalға beqin. Bu bir kiçik bala. Quramığı yetmegen. O öydə nimi rolu boludu? Bala tuğuş yeşiği yetmegen. Anadaki şu sizniki hava yavasınızı kandırıştın başka iş kandak rolü yok da o balanınki. Nimiş kılıdı o? Sizge tamak etip veremdi o? Sizin kırkatlarınızı jüp veremdi o? Ya ki bir onluluk burcunu ada kılamdı o? Ya ki o öyde nimiş kılıdı? Bir kereksiz materyal bulmamdı. Sel kuramığı yetken çağda azıraq bir bilim egelligende, iş bulmağında hünərlik bolğan vaxtıda bir öyge egi olsa, o bir sapalıq ayal, iş bulmağında özünü özü baqalaydıgan, öyünü qamdiyalığıda küçü var, ərsiz qasımı özünü qamdiyalaydıgan, mındaq bir ayal buluş gerek mi? Ya ki naydı tövən bir seviyelik, naydı tövən sapalıq bir ayallarının köpeyip gitişi biz üçün paydalıq mı? Uyğur millet üçün paydalıq mı? 9 yaşlıq ballarını qaraplı olturunlar dedim. Mən cıq qızlar qaçdaq dedim. 9 yaşlıq ballarına qarap naydı diqqət qıb otamısaq bolmağıdak dep durup oyladım mən. Hey qeyrindaşlarım, bu nimi şok getdi əmdi. Peyğəmbərə özünüzü selişdiribsiz. Peyğəmbərdən ne iş izlərini ülgəməysiniz. Xotun ağını ülgəpsiz. Mən rast şundaqmıdı dep durup bəzən nəslərini etdigəndən yaq izləndim. Bəzən qızlar izleniş arqılıq videolarını ivetip bədi, cıq nəslərini ivetip bədi, onu köydüm. Əmdə ola bir ölüm ağlıqya, çoğun bir yaşlanan geplerimi yağanmıdı. Peyğəmbər əleyhissalamға şunçilik bir dağ təkküzdüğün bir işini Peyğəmbər əleyhissalamdan başqa işidən nimiş ülgə almaysınız. Sizden ağalığınız həmmisi Ayşə oldu mu? O vaxtada siz özünüzü Peyğəmbər əleyhissalamdan ornağa qoyubsiz. Bugünkü naq meydanğa başqa qıraq bolsun, qeyrindaşlarım hər qandaq adamlar messenger arqılıq telefon urup
men bilan söhbetleşseniz bo'laverdi, paranglashsangiz bo'laverdi. Har qanday vaqtda telefon qiling bugungi kunda. Men ashundaq o'yladim, men xato qildimmi deb turib bir Amerikadagi bir inimga deb baxtim, men xato qildimmi desam, hada, hargiz xato emas. Jiq narsalarni siz ashlarning ziddiga tegadigan, ashlarning o'zida bor illatlarni o'tirg'i chiqarganligingiz uchun o'ltiramay qolyapti. Qo'sh xotinliklari bormi, yana birim bormi, kichik bolalarning og'ini bormi, mushlar o'ltiramay qolyapti. Lekin biz sizni qo'llaymiz, davomli oldiga mening. Agarda bu bir masalan 9 yoshlik bir qizbolni oldi degan gap Yevropa butun dunyoda Hindistonda bor. Bundaq ish. Hindistonda ayollarni shu jinsiy kamsitish eg'ir bo'lganligi uchun ayollarda mushta 9 yoshlik bola xotin degandek ishlar bo'lganligi uchun jiq ishlar bo'lyotdi. Lekin biz Hindistonlikmi? Biz Afrikalikmi? Biz shunchalik töven sapaliq bir millatmi? Yevropadagini tilga olibdinglar. Yevropada 12 yoshli qizlarning o'g'il do'stlari bo'ldi. To'xtab turing, men sizga bir misol deb beray. Men o'zim shu kasbda o'qidim, ham shu kasbda dars o'tyapman. Masalan, biologiyada undaq deylik. Chatal mening yashayotgan Norvegiyada dars o'tgan vaqtimizda o'zingni qo'g'dash holatingni beshida o'gitdi. Masalan, balog'atga yetdingiz, uning uchun tug'utdan mudofiyalanish degan narsalarni darsxonada o'timiz. Har xil choralarni o'timiz. Eg'ray xo'p qolmang deb turib o'timiz. U o'zingizni qo'g'diganlik deb turib o'timiz. Har qanday narsani ilm-fan nuqtasidan dars qilib o'timiz. U vaqtida ko'plab o'rinsiz tug'ilib qolgan bolalar, ega bo'lmaydigan bir bolalar tug'ilib qolishining oldini olish uchun bolalarni beqib o'tamisin deb turib, naydi eg'ir qonunlar bor. Siz unda qalaymiqan Yevropada 12 yoshli muhabbatlashish bizning vatanimizdami kichik bolalarda birsi-birsini yaxshi ko'rib qilish odatlari, ishlari bor-da bolalarningki. Qandaqsa Yevropada bo'ldi. Yevropada hamma odam ishni sevitib yuriydi deb o'ylab qolmanglar. Biz dars o'tadigan odamman. Men bu to'g'riliq bekchiq narsalarni so'zligim yo'qdi aslida. Ders to'g'riliq bu bizning vatanimizningki masalasi yetib oshdi. Lekin mushu men so'zlagan narsalarning ichidagi 9 yoshlik qiliqi nikohlangan, nima 9 yoshlik erkaklar bo'ldigan degan narsalarni menga yozgan odamlarga radiya qaytirib 14 yoshli qizlarning nikohlangan, 15 yoshli qizlarningki tug'ib haqqi berib o'tilgan bir turk kishi beqib olgan mushundaq ishlarni men tilga elish orqali biz o'zimizning sapasini ko'tarishdan boshqa o'zimizni o'zimiz qo'g'dayli degan niyatda shu maqsadda degandim. Qo'sh nikohlanish, 3 dan xotin evlish, 4 dan xotin evlish deganlarni. Anandaki islom diniga e'tiqod qilgan millat sapas töven degan narsani odamlar keltirib chiqyapti. Bu dindagi masala emas. Bizning e'tiqodimizdagi masala emasdi. Payg'ambarni naql keltirish orqali 9 yoshli xotin olgan deb turib, islom diniga siz haqorat qilyapsiz. İslam dini bir nachar din emasdi. Bizning e'tiqodimizda faqat masala yo'qdi. Nima deb bunday ishlarni qilyapsizlar men bilmayman. Lekin necha xotin baqalasang 10 xotin olsangmi mayli deb baqolmay qo'yib yetib beribsan emasmi? Ko'cha chiqirib yetib beribsan emasmi? U yerda bu yerda jeli qilish degan nikoh orqali 15 kunlik 20 kunlik xotin bo'lib turib jeli qilish deganmi o'xshash jening ishi emasmi? Sen bo'lsa ega bo'lsang bo'ladi o xotinga. 3 olsang, 10 olsang, ega bo'lsang, u vaqtda sening xotining bo'ladi. Qamlashmagandikilar opirib xetini berib, so'zni berib deb chiqarib atgan u bir mas'uliyatsizlik bu. Mushuk niqab kiygan ayollarning gapini qildim. Men u niqab kiygan ayollar hammasi ko'chaga chiqasin, ishim qilmasa ichivasin demadim. Men yo'ganmiganim bilan yo'ganganlarninkini men ichivitinglar demayman. Lekin yo'ginib niqoblikqa xizmat topolmayotganlik uchun anda ish bo'lyapti, shuni fatvo pichib beringlar, bicharalarga ishligis bor dedim. Bu İslam dinidagi ayollar uyda o'ltasi, erlar baqalisi uyda o'ltasi bo'ldi degan ayollarni o'qitish kerakdi. Yuqori ma'lumotli onalardan yuqori saviyalik bolalar tug'iladi. Bizga shu 14 yoshlik, 13 yoshlik bolalar tug'ishni boshlabdi. Mushundaq odam bizga qandaqroq avlodlarni yetishtirib chiqirdi. Biz jinsiy talabimizni qondiradigan bir qizlarga ehtiyojliqmi yoki yuqori sapoliq bolalarni tarbiyalaydigan onalarga muhtojmi?
Men bunu faqat qabul qilamadim. Telefon qilsangiz bo'ladi. Har qanday vaqtda telefon qilsangiz bo'ladi. İşləş iqtidarım yo'q. Bola onalarni ko'paytirsak biz uchun millat uchun bir xarablik bu. Bola onalarning ko'payib ketishi biz uchun bir xarab, bir zavallıqqa yuzlandirdi bizni. Men aytgandan yoqqa men ishlayotdim. Shunchalik jiq keldi. 12 yerimde işten düştüm. Düşüp kelip men bir baştan izlendim. Hem jiq narsani ko'rdim. Bu nima degan qo'rqinchli ahvol? To'g'ri, sizning o'zingizning ziddiga nimishqa tegidi? Ashu illat sizni bağıqalıq uchun sizga tegidi. Ashu illat sizni shuning uchun tegdi. Necha xotinliqlarnikiga tegiyotidi, 10 necha yoshli xotin og'alig'ingiz uchun tegiyotidi. Menga shundaq narsalarni yeziyotidi. Ba'zan afson tillarning dastiga gap to'g'ri kelmaydi. Uni to'g'ri chiqaray desam, yuzimga sat bo'ladi qizlar. Nima degan? Assalomu alaykum. Men hozir sizga naq maydonga ovozingizni qo'yib o'taman. Da bering. Men bugun mushu Facebook'dan shundaq bir qizlarninki 9 yoshdan erga tegish to'g'riliq maqolalarni o'qib bek ichindim. Bu endi 9 yoshlik qiz bolaninki erga tegish uchun payg'ambarimizni misol etdi. Biz bir qarindoshlarimiz. Endi men o'ylayman, payg'ambarimizning vaqtida yoki Qur'on tushgan vaqtda bu Arablar intayin bir xurafi davrda yaşagan, hatta kız balla tug'ilsa tirik ko'mib o'tadigan holatda yaşagan. Endi biz Uyg'urlar shu vaqtda shunchalik qalaqmidik. Biz degan bir madaniyat, o'z vaqtida madaniyat yaratgan xalq biz. Biz qandaq Arablarni do'rishimiz kerak. Payg'ambarimiz olgan yoki Arablar olgan deb biz shundaq ish qilsak, biz Uyg'urlar az ish bo'lamdi shu. Bizga to'g'ri kelamdi shu ish. Bu hozirgi vaziyatda bizning vatanda ota-onalarimiz, qarindoshlarimiz, hatto shu kichik qizlarimiz, narsida bolalarimiz zor qaqshayotgan bir mezgilda bizningki ashundaq xurofiylikqa berilib ish tutishimiz bu durust emas. Bu intayin durust emas. Biz chet elda aksincha shu egisiz qolgan, shu otasiz qolgan, qaranchuqsiz qolgan shu qizlarimizni biz qo'g'dishimiz kerak. Shularni to'g'ri yo'lga selishimiz kerak. Kelajakda bir ulgulik millatning onasi sifatida tarbiyalashimiz kerak. Millatning saposi oniga bog'liq. Ananing ahliga, ananing bilimiga, idrigiga bog'liq. Shuning uchun biz buningga intayin diqqat qilishimiz kerak. Shundaq qizlarimizga to'g'ri yo'l ko'rsatib, shularga boshpana chiqib, shularni o'qishlarga o'rinlashtirib, shu bir yetim qizlarni ashlarning egisi yo'qqa men xotinlikqa ivolay deyicha shu qizlarni bir o'qitib, bir millatning onasi sifatida tarbiyalasa, shu erlar qanchalik savobga erishadi. Shuning uchun chet eldagi shu barliq shu erlarimizni, men shu ayollarni, qizlarimizni hurmatlashga chaqiraman. Qur'onda ayol kishini bilan intayin chiroyli muomala qilish kerak ekanligini, ulguli, aqlli bir ona bo'lib yetilish, ya'ni farzandni tarbiyalaydigan bir aqlli onaga tayyorlik qilib tarbiyalash kerak qizlarimizni. Shunda qizlardan bo'lish kerak bizning. Shu vaqtda bizning sapa jihatdan biz ilg'or millatlarning tarkibiga kira olamiz. Hozircha biz aksincha ketib boramiz. Qani bizning ishbarxonlarimiz, qani bizning mayimxonlarimiz, qani bizning nozugumlarimiz, shularning ruhiy qo'rinmamdi. Bizning erlarimiz ashtaq o'lab yursa, qayerda yetim qiz qolgan endi. Bu intayin bo'lmaydigan ish. Erlar o'ylaninglar.
Sizlarning ananglar qiz bo'lgan. Shuning uchun vatandagi xalqimizning taqdirini o'ylab, o'zimizning kelajak avlodimizning sifatli avlod bo'lishi uchun qizlarimizga zo'r darajada diqqat og'dirib, shu qizlarni ilmli, aqlli qizlar tarbiyalashga har bir erni men chaqirman. Tamam. Rahmat sizga. Amsi bilan xo'shlashdimmi? Men o'yladim. Masalan, din jihatdan deylik, bir qarindishimizga bu so'zlisin. Assalomu alaykum. Men hozir sizning ovozingizni qo'yib o'tamanmi? Da. Ama şu hazır mı Zümret ablanın degan gaplarni anlab, men hayron qoldim. WhatsApplardan, yana bir narsalardan, işte gap qoldirib 9 yoshli qizlardan to'y qilsa shundoq bo'lamish, bundoq bo'lamish, ama men sizlarga shuni deb beray, bu 9 yoshidagi bola o qiz emas, o bir bola. Bizning Uyg'ur tilimizda bir bola. Bu qiz olamaydi. Qiz bola deymiz-ku endi. Bu bekçivazның işi. Bekçivaz qaysi tildan kelgan? Afganistanning bekçivaz deb bir nimaları bor ekan. Masalan, men bu yerdan boshlab beray buni. Aş kichik 7-8 yoshli qizlarni, 7-8 yoshli o'g'illarni aşaq setini elib, uyda puli olmagan, kambag'al shunday xalqlarning oilasiga pul berib, aş bolalarni setib ekilgan bu bekçivazlik degan bizning tilimizda bor, ammo bu ordu tilidan kelgan bir gap. Bekçivazlik. Onu kesinlikle çok kumla onu bekçivaz deyimiz 9 yaşlık bolalar yası ondaq oldu, 9 yaşlık bolalar toy qız bundaq oldu deganning o'zi bekçivaz. Onun o birbirine kesip ağzını tıkıratish kerak. Baş bizning Uyg'urimizning ağzı şu iş bo'lsa, agarda. Şu bolalarni aşaq ekilib usul o'ynatib, o'zining atrofida qo'ng'isib, bu tarafda bu Afg'onistonda hozirgacha davomlashib ketdi bu ish. Shunday qilgan eng oxirida erkek demey, kız demey onu xotin qildi ekan. Ma bilmaganlar bilib olsin deb ma deb ratmam ya da. Mening bir qizim, bir o'g'lim bor, Xudoyim saqlasin. Allohga omonat oldi. Oldidan Allohga omonat deyman, undan keyin menga omonat. Men chuqur bu bolalarga iyi bo'lishim kerak. Biz to'y qildik, nima ish to'y qilamiz? Avlod qoldiramiz, keyinligimiz uchun deb to'y qilamiz. Aytib, aytishlar yetish uchun to'y qilmaymiz. Bunu aldıdan şunu biliş gerek ya. Her kadar kim olsun evlat kaldırımız deyikemiz bizden hayatımız neyim bilen yutudu. Elbette hoş ballarımızın kirliliği, hayat kanıtlar hep şununla yetiş gerek. Bütün atılağa, anılağa ben deprey. Hem de ben uzun yıl Türkiye'de 17 yıl beri Türkiye'de boğanlığım için hem Uygurların arasında çıkıp olmaganlığı için bazen gaplarım biraz Türkçe'de aralışıp kaldı. Hap olmayısın. Yo'q, hech qisi yo'q. Uzaq. Siz bir o'qituvchi bo'lgandan keyin o'qituvchining nimasi bilan so'zlang, to'g'ri deyapsiz. Yani bazı gaplarım biraz Türkçe. Yo'q, hech qisi yo'q, hech qisi yo'q. Deverim. Ben endi İstanbul'da Uyg'urcha bo'lgan bilan men Osiyo tarafida bo'lgandan keyin mening atrofimda bir tal Uyg'urim yo'q. Uyg'ur desangiz Qozoq, Qirg'izim yo'q. Deverim, hech qisi yo'q, deverim. Tek turtganman. Aslında vakin her günü Uyg'urcha qilmay Turkcha qilgan ba'zi gaplarim alışib qoldi ekan. Ama mutlaq gap bu 9 yoshli boladan evlenibdi. Bizning payg'ambarimiz 9 yoshli qiz bilan Ayşe Hazreti Ayşe bilan 9 yoshida evlenibdi. To'y qilibdi deganlarning hammasi yolg'on gap. Bu din düşmanlarının taqatqani. Obdan Zümrət edib bugün araştırıp aşını çıkarıptı. Çıkargan neslen okusanglar buldu ya da başka araştırmalar Google'da var. Her yerden yani bu Türkiye'nin İslam devlet olduğu için, boğallığı için Türkiye'de cık nesle şundak enik din anlayamazdan din konumsuz bizden Müslümanlık doğrusunda anlayamadığınız bir iş olsun mu? Aşağıdan geçip durup anlayalaysınız. Hem de ben onun için yaklaşık bir yer işlemedim. Öyle iki balam var, balamın sahip çıkışım gerek. Balamı kandak yetiştirme hem ilimde hem bilimde ondan yetiştirişim gerek diyen niyetle hiç işlep bakmadım çünkü benim erim beni işledimeydi. Balını obdan çok kıyın, obdan yetiştir, bana şu kupaye, sen işini sen bulasını pulsuzunu koymayman,
kiyimsizim koymayman, aşmı koymayman, muş balalarımni iyi opta yetiştirsem, şu man kupaya digenlik için ben şunda katına araştırmam, ben bir anı oğallığım için. Yok din tarafta nime deydi, yok okullarda kandak nesge kıldı, nime deydi, ma məldik etraftaki haklar, veliler, şu atalılar nime deydi, dep şuların hangisi karab durup kıldık hemen bunların hangisi araştırmasını. Ama sizlerge şunçilik bir gepip koyay, muş atı boğucu, anı boğucu çok olmuş balanlarının ney menip, ney turvadıdı, ney verip okuydu, kandak okuydu, Kur'an kursu verdinler ama çok Kur'an kursundan yenide saklaşılma gerek. Nemi öğütüyordu, kandak öğütüyordu, şunların takip kılsanlar, muş balaların kiyiliği açtı, naçarlaşıp gitti. Rahmet. Hem ilimni öğütünler, hem bilimni öğütünler karanlar. 9 yaşlık bir kız ola demekmiş dadı o agada şu Zümrüt ede açtaq bir nəsə qıldı biraz da aval mening WhatsApp'ım olmuş da geplerini yazıptı. 9 yaşlık kızlarla toy qılsa mındaq qılamış. O şovçi 9 yaşlık kızlarla toy qılma degan o toy qılsa mındaq qıldı, andaq qıldı degan şovçi deyman onu adam demayman. Adam emas o. Dadım eken, abım eken, dadı bu bakkan bir nəsim eken ya dadı bu bakmakkan bir nəsim eken muş dadılarımızın kızlarımızı şundaq amrap. Xalqның qızını, özünüzün qızını qandaq köygən bolsanız, xalqның qızını, xalqның oğlunu, öz balalarınızla qandaq köygən, şu gözünüzü görün, çoxum bu cahillik, bu səbasızlıq həmmimiz oңşılıb tutdu. Amma hər yerdən gelib, mağocu şundaq deyilkən, mağocu andaq deyildi, ağocu mandaq deyildi, degen gep emas. Həmmisine bir ortaq yerlerini internetten yazıp, yazsınız, cevabı hazırla çıkıdı, ya videosu çıkıdı, ya Kur'an'ın tercümesinden çıkıdı, ya bir nesilden çıkıdı. Şularning hammasini ko'rsangiz bo'ldi. Men birinchi qatim bu ülkeye kelgan vaqtimda men turkchani obdan bilmaydim. Bilmaganligim uchun kursiga yozildim. Turkcha o'rganaman deb kursiga yozildim. Kapda 2-3 oy bo'lgandan keyin. Ammo kursliklar meni birinchi sinfga yozibdi. Bu yerda kurs yo'q ya bizning bu tarafimizda kurs yo'q. Birinchi sinfdan boshlaydi. Birinchi sinfga kirsangiz, siz turklar o'qitdi desangiz, turklar shunday jahil qolgan bemanda. Anısı, apısıga baksanız o mektep okumagan, dadısıga baksanız o mektep okugan adamını şunda az tapalaysınız. Yani hem ilimli hem bilimli birli etmangan adamlar şunda az sanıda. Nimişka hükümet muş devletini yaxşı yürgüzeleli, yaxşı yöneteleli dep durup milletini cahil koygan. Bilimsiz, ilimsiz koygan. Kalkı yok, bir neslerini öktüp yok. Dinden ondaqtaydı, mundaqtaydı, ağzığı kelgenini bildirlap, aşta qahlarının kalısın, aşta umaş deyipti. Doğru deysiz. Kirgen vaxtında ben birinci sınıfga kirdim. Men dedim, men birinci sınıf emas. Men universitetdan bir töven ön lisans okugandım, men birinci sınıf qandaq oldu desem. Yo, hiç nima olmaydı. Miçedim ögünü kutsa dedi. Qahның balası ayada 6 aydı, 5. sınıfda pütüremedi. Qahның balası emas. Qarsam kichik balalar var, 8-9 yaşlı kızlar var, 10-15 yaşlı kızlar var, 20 yaşlı kızlar hatta 40-50 yaşlı, 60 yaşlı kutlular, adamlar, dedeler var. Şularının hemisi ilip seni öğengil kiripti. Malım heyran kaldı. Ben 1,5 ayda pütüretten başlanmıştım. 1,5 ay okudum. 12. ayından biri kirdim. 1. ayından 15 imtihamı kirdim. İmtihamdan tüktü ettim. Bu Türkçeni öğrenmek kesemez. Türkçe aslı bizim dilimiz. %50 dikkat kılıp ansak okşaş. Eğer de Türkiye'de boğan ayallara, apılara, analara ben şunu tavsiye kılma. Haberlerini izlanglar. Keşke o dizide kinoları qarab oltamay, o dizide körsanglar adamның көңіл selişidir. Haberlerini görünglar, madak araştırdıgan nesler bolsa internetten araştırıp, hem yerde Wi-Fi var, uva, buva, görünglar, izlanglar. Biz hayatımızda qandaq keçirsek buldu, ballarımız qandaq keçirsi buldu deb araştırma yapыңlar. Bütün ballarının sağlığıdan, hatta balını qandaq yetiştiriş toğusa, bütün bilimler muş internetten tapalaysızlar. Hem de men baş Türkiye'de durup, men sizlerge şunu tavsiye kılmayım de. Hem çetelliklerimi Google'a girip google.com.tr deb turup, adamdaki yazsağına tapalaysızlar. YouTube'a girip youtube.com.tr deb turup, Türkiye'nin şeysini besip turup, Neslen, hiç qandaq qılmay öyde oturup kızımızı bakamıdık, yüzümüzüne bakamıdık, ailemize bakamıdık deb 8 yaşlı, 9 yaşlı kızınlarını ekibirip qeyri oğurdan birisi nikah qoysanlar bu bulduğan yapma. Bu sizler apılık mecburiyetlerine ya da dadılık mecburiyetlerine ötügeldiğinler ama o biz balını tuğuplam apırıp eğvegli ya kutnağılı çoğunluğumuzdan. Gaqsam şundaq açığım keldi, bazı gaplarga. Bizning vatanimizda bu vatqa ishlarni hammamizning xabarisi var, hammamizning xabari var. Hozir bu
eğitimden futbolda işini büyüşmek bizim vatanımızın azatlık işini işimiz gerek aslında. Hazır muş yapma doğru emas bizning oldimizda. Biz qachonlardan bir xutunning peşinde, kichik bolalarning peşinde kaldık. Shunchalik safasizmi bizning xalqimiz? Ma Zumratda xafa olmaysiz. Men bugun uzatman çünkü Rahmat. Rahmat sizga. Her qandaq vaqtda telefon qilsangiz bo'ladi. Messengerda men saqlab turaman. Her qandaq vaqtida telefon qilsangiz bo'ladi. Messengerda uring. Masalan, bizningki aloqa bolalarga bergan darsimizningida o'zingning badaningni o'zing tushan deb turib bir narsani o'timiz nima deganda odat ko'rish. Odat ko'rgan vaqting sening appa bo'g'ili bo'lgan vaqting o'zingni teg'imi qo'g'daydigan vaqting deb turib dars o'timiz. Shaxsan men qizimni 12 yoshda akeldim, lekin 10 yosh vaqtida men degan yalğız öylərə, dadısı ba öylərə, apısı o öydə yox olsa, herkes kirməysiz, akaşlardan diqqət qılısınız, dadaşlardan diqqət qılısınız deb turib ögətgən. Biz ailemizdə pədişəb deydik, lekin apam biologiya oxutquchisi. Şunun üçün bizə nisbətən o nəsə, o tərbiyə bolğan. Şundaqdımı gigiyena dərsiga to'g'ri kelgan chaqda o'zinglar o'qib olinglar deydigan ayol ma'lumlar. Ama ben bizden mayaga kelgandan keyingi dersimizde undaq ayollar ayrım, erlar ayrım, o'g'illar ayrım, qizlar ayrım derslik emas. Manda qilsang ona bo'lasan, odat ko'rgili bo'lding degan gap, sen eg'rayoq bo'laylaysan degan gap. Buningga teqimi o'zingni qo'g'dishing kerak. O'zingni qo'g'dimasang, balalik bo'lib qolsa, sen balalik vaqting oyoqlashmay turib, ana bo'lish nimasiga o'tib ketsa, boshqa salohiyatga o'tib ketsa deb turib dars o'timiz. Anandan keyin o'g'illarga shu darslik bor. Sen muhabbatlashsang bo'ladi, yetishsang bo'ladi, ammo mancha yoshning oldida balliq bo'lsang bo'lmaydi. O'zingni qo'g'dashning usuli deb turib har xil qo'g'dinish usullarini o'rgatamiz darslikda. Bu bir fan. O'zingizning badani sizning uchun bir fan. Bu fanni siz tushunishiniz kerak. Men sizga aslida bu temada so'zlab o'tirish niyatim yo'qdi. 9 yosh bilan 15 yoshliknikini menga nihoyat turlarga ayirib turib bir inson so'zlabdi. Anandikin keynidan bekchiq odamlarning gapi va shahvoni lentlarni nimalik evatib qo'yibdi. Sen ersiz o'g'alliging uchun bu narsa qiziqmaydigan o'xshaysa deb turib. Men din nimasidan o'zimni kontrol qilishni bilalaydigan bir odam. Bolalarımga tarbiyani yetishtirib mengatgan odam. Lekin padishapsiz degan gap din jihatdan noyatun numus ish. Siz menga shuncha yeshingizda bir ayolga, bir opangizning o'rnidagi yoki bir ochingizning o'rnidagi yoki nima degan bir yot bir ayol kishiga mushundaq narsalarni yezishingiz, ovozli qo'yishingiz nihoyatda meni umidsizlantirdi. Men aslida bu tema to'g'riliq maxsus bir maydon qilmay deb o'ylagan, lekin bo'lmadi. Masalan, bizning ayollarimizning ichida tönögün bir qerindishimiz mush Turkiyada bo'layotdi, hozir mush ishlarni qilib, ba'zan uylarga kirib, bularning ham qiyinchilik haddidan eshib ketgan bir necha oilanikini misolga elib, Zumrat xonim o'ng qo'l qilganni so'l qo'l bilsa bo'lmaydi. Lekin mush bolalar bek jabod qapti. Mening yeshimga nisbatan men 50 yosh kirgan odam uchun aytgan chaqda bir 25-26 yoshli qizlar degan gap mening qizimning yeshidiki, shuning uchun qizim deb turibdi. Bu qizlarimiz jabod qapti. Biz gap qilayli. Patva pishsin degan gapni oldingi kuni dedingiz. Patva pishsin ham qo'limizga tayinib sadiqsiz jan baqalaydigan bundaq onalarni ko'paytayli, yetaklayli, hunar o'rgatadigan ishni qilayli dedi. Anarki ba'zan turk qarindoshlarimiz ichidami haqsiz dori og'il bo'ladigan yerlarniki telefon nomerlarini, adreslarini Uyg'ur qarindoshlarimiz uchun shular ta'minladi. Anarki to'g'ri chiqarib etmang, bu adreslarni chiqarib etsangiz, ahvol yaxshi odamlarni berib, o'sha yerda dori, haqsiz dori olamiz, haqsiz ko'rinimiz deb pek ovorga ketadi ekan. Shuning uchun ehtiyoj bor, o'zimiz tekshirib bilib baqqan, bundaq odamlarga o'sha adresni bering dedi.
Onundaki onu yazıp aldım. Doğru adreslerini təminlədi. Anadaki 24 saat mən yardım beriş ornada bir qızval telefon numarını bir qoyub qoydu. Bu arqalıq bizdə mehr şəfqət yox emas. Yetəkləş kamçılı oğanlıq üçün bu vatıbdı dep durub oyladım. Mən yanıma qızlar dedi, siz köңlüңüz ağırtıb avatsız, aça şunun üçün kartizmliklə tıqıb etan olanı edib. Lekin kartizmliklə bırakıl tıqıb etay desem, mening oy fikrimni uqmasa, kollektiv adamlarning oy fikrining menga o'xshashligini uqmasa, u vaqtda u yana shu xilvatda o'zi bilan o'zi dars elib, beliqanda qora paytimisini söylab yurgan mollamlarning u yerda bu yerdagi kigiz kitoblarni o'qib elibla, heliqandaq o'zi bir maktabni bitirgandek falan kitapni o'qib tugatgandek mundaq odamlar jixlab kelsa, bu bir qo'rqinchli ahvol. Shuning uchun men buningdan xapolmay o'ltirib, yig'ilib qolgan narsani bir mazmun qilib so'zlasam bo'g'idek dedim. Ondan keyin yana bir meningdan sal kichikroq bir kishi nim qilibdi. Siz yuz xatir qilmang, ba'zan narsalarni so'zlab bering, bu ilm fan qatori bo'lgandan keyin ishim bo'lmaydi deb. Men ilm fan nuqtasidagi narsalarni so'zlayversam bo'ladi. Lekin rasvo gaplarni bu yerda qo'yiversam, u vaqtda men uchun izzat atqidek bir temachu. Masalan 9 yoshlik bola degandan lazzatini sen bilamsa deganga men ajoyib bir hissiyatda bo'lib qoldim. Hey, bu qandaq gap bu? O'zingni balang bo'ladi, sen ama o'lib ketsan, shunning hisobini Allohga cho'qim bersan. Peygamberge qarı çaplama İslam dini için dağ tekkizme, İslam dini için qarı çaplama, bu Kur'an'ı mı qarı çaplama, dağ keltirme. Bu dini bilen qat'i münasebet yok. Özün yetildirip algan bir havayı heves yoki mundaq bir näslerini apırıp dinge to'g'rilab qo'ysang, bu bir bekli bir xata ish, bu bir gunoh bo'ladi deb o'ylayman men. Hergizmi iliq bir sharaf ish emas bu. Eğer qarindoshlarım men bilan paranglashmoqchi bo'lsanglar, Muşu bir qiznikini o'qib beray. Men 26 yoshda to'y qilgandim. Acha yo'ldoshimmi oliy maktab o'qigan. Mencha qizlar bir az yuqori seviye hazırlab bo'lib to'y qilsa yaxshi bo'ladi ekan. Tan salomatlik, farzand tarbiyalash jihatlarda yaxshi bo'ladi ekan. Ham o'ziga o'zi ega bo'lishni bilgash turmush jihatdimi va qiyinchilik og'ir kelmaydi ekan. Bo'zak bo'lmaydi ekan. Eng muhimi kelgusi avlodlarimizni yaxshi sifatli tarbiyalab chiqish. Bu Turkiyadagi ahvolga bek bo'g'ili bo'ldi ekan. Bu Turkiyadagi ahvolga bek echinib ketdim. WhatsApp numaranızı kaçıl vasam boptiken dep durup bir kızımız şundaq deptu. Men endi oyladım, bu endi nima bo'lyapmiz bilmedim. Bir sizning chiqish nuqtangiz to'g'ri, sizning o'ylaganlaringiz to'g'ri, siz shu xonim qizlarni, farzandlarni ayayli, qo'g'dayli deb nayt yaxshi bo'lgan bir chiqish nuqtasida shularning manfaatida turib, shular taraf turib so'zlayapsiz endi. Endi ko'nglimga gapni qilsam endi ashtaq qilish kerak. Mana chet-ellarda shunday qildiki, Amerikalarda nəhayət güclü olan qanunlar var, xanım qızlarni qoğdaydigan. Biz mi ashtaq qilamiz? Bizning Uyg'ur erkaklarimiz mi isil yaxshilar ko'p. Bu jihatda men so'zlaydigan tuzuk salohiyatim yo'q. Lekin men yana ko'nglimga gapni qilsam, adamda shu birla yig'iz gapni desam, dengiz degan shu qancha cho'ng bo'lgan sira onunki dolqunu shuncha kuchli bo'ldi edi. Siz hozir shu dengizga o'xshaysiz. Hamda shu dolqonga bardosh berishingiz kerak edi. Odatda tinch ko'lning, tinch daryoning dolqini olmaydi edi. Daryoning ko'lning hozir qon ovozlarni qo'yibdi. Ba'zan endi men o'yladim, masalan nim qilgangiz bo'lsa telefonga mayli siz qarshi fikrda bo'lsangiz 9 yoshli xotin zodi bo'ladi degan abayni yaxshi sayravotganlar telefon ursangiz men telefoningizni olaman messengerda. Siz menga bir dars o'ting. Men tushunmadim, men tushunamagan yerlarim bo'lsa nimeniki
Kur'an'ın qayerda bar şularni bana ders qilib o'tsangiz bo'ladi. U yerga xilvatga kirib olib o'tirib, yeziqlar o'ngda tur, yeziqlar bilan uni tillab, buni tillab o'ltamay. Abayqi masalaga kelsak, biz shu badan darsligiga kelgan chaqda, shu Norvegiyada, shu saymonlarni odamga taqlid qilib o'tirib, badanni o'timiz. O'tgan chaqda ay, qiz, o'g'illar hammasi turib anglaydi. Onunğa mecburi marifning içinde o derslik ötül buludu. Ötül boğanda özünüzü qoğdayalaysiz. Anandaki toğutun çeklaş çağrılarını ötümüz. Ötken çağda mesela hemme adam bulanın içinde hemmeden uçuk yoruk kızları hemmesi eğraya olup üydün köçüp çıkıp toy kılıp oltamaydı. Nime toy kılmay yetibilip oltamaydı bulanın mı? Bu özünüz köngüllük bitimçi qarşılamakçı olan balalar xoşalığınızla, razılığınız bilen toğuladığın balalarının nispetecek. Ondaq ma dünyaya kemmisi olub diken toq bu eğir olub qaldı deydiğen balalarının nispeti Avrupa'da az. Bir balalarını beqib alamaysiz xalqlarının uyida. Vatanda çağda bu doktorxanalardan muştaq balalar beqilib alatdıq. Hem de bir neçe degen qarindaşlarımızga açıq bergenmi vaqtlarımız var, açıq bergenmi vaqtlarımız var deb baqamaydık, ma balalarını toy qilmay turib tug'ib qo'ygan deb turib, ikkin doktorxonada, uchun doktorxonada, mush doktorxonalarda ishlaydigan do'stlarimiz mush beqib oldigan odam bormi deb turib, balasi yo'q oila beqib oldigan salomatligi yaxshi bo'lsin, balalarni deb tekshirtkizib turib beqib oladigan, ba'zilari beqib olg'ili sharoit bo'lmasa, yana taşınıp gidiyorken dep durup yani men bilgidek adamlar asas cihatdan dep qo'yatdi uya bu yerdan odam nima qilib beqib olishga da'vat qilardiq balalarni. Mushundaq balalar Yevropada yo'q. Yevropada xalqning balasini beqib olishingiz bir qonunliq shunchalik bir nima qattiq qonunlashtirilgan bir narsalar bor. Bu qonunning ichida bir odamni beqib olish tosatlı nopasal qilib bunda qılamaysiz bu yerlarda. Bunu içerlerde yaşavatqanlar yağan dep baqamsizlar. Hech qanday bola beqib olish rasmiyetingiz Nayt tez. Uruq tuqqanlaringizning balasini hökumat orqali qonunliq beqib olasiz. Hergiz u o'zingiz yugrab chiqibdi doktorxonadan birisini chiqib oldigan unda ish yo'q. Vatanda bati qarindoshlarning ko'zinglarni yumbamanglar. Turkiyadami shundaqki. Turkiyadami bushda tug'ib beqib olskan. Berib estek deydigan şundaq ahvali şundaq eğirken. Muşu sebepten anandikin men muşu Avrupa bilen bizning özümüzninki İslam dinida mescitning oldiga tashlab qo'ydigan balalar yoki mundaq deganlar bizda bor, yo'q emas. Sizlar ko'zinglarni yumib olsanglar, u rasmiy oxiratdami shuni javobi bo'ladi. To'y qilmay tug'ib qo'ygan balalarning nisbati islomda shunchalik eg'ir. O'zingizni qo'g'dash bu kichik balalar degan o'zini qo'g'dash nim qilamaydi, engi bo'lmaydi, qo'siq to'ysa, yar qandaqsiga bir erning o'disidan chiqadi, qandaq bir oilaning o'disidan chiqadi bunda kichik bala onalar yoki bala xotinlar deydi, tug'maydi, lazzati bor deb boshlaydi menga. Bu bir nomussiz yuzing qizarmay turib davatsa bu gapni menga. Men bir ona, men bir o'qituvchi, men darslikda shunday narsalarni o'timiz biz. Ügütümüz toğutun çeklaş aşağılık bir yün tav deymiz. Toğutun çeklaş aş haltılardan tartıp durup munda qılıdı. Cıq yerlerde bikalık beriş taqıtış boludu. Bəzən keselliklərinin aldını eliş, anadaki orunsuz toğup qoyuş, muştaqlarınınkini de. Sen çeterlikninki bir yerlerini içip etken yerini qarab oltamay, qıvatqan medeniyeti, qıvatqan qanunluq nəsləri, adamga olan tərbiyə nəslərini ögünüşümüz gerek mi? Yoki nayt uçuq yürüydükə, liptiklik yürüsə özünün işi sen qarama. Sen nemiş qaraysa? Mağaçda da biz bu əvrətlərini yep batdı. Mening nərimni içilib qalğanı gördü ki, bilmedim mən. Sen mening bu işlerimi kögün yo'q olsa, men seni taklif qilmayman bu yerga kirib ko'p mening narslarim demayman. Mening narslarimdan agar manfaatlanadigan qarindoshlarimni ko'rishga taklif qilaman, ammo manfaatlanmasang o'zing boshqa yerda yuriva, sana o'xshash xilvatliklar bilan yursang bo'ladi. Lekin payg'ambarimizga dog' keltirdigan, Qur'onga shak tushiradigan ishlarni qilma. Kur'an'ın nerede İslam'ın 5 dininin hemmisini derslikte ütüdü. Religion da derslik var. Muşunda 5 pennin 5 dinninki.
islom dinini o'tadi ashuningda. O'tib to'g'risi putirdigan chaqda bir qaysi dinga e'tiqod qilishingni o'zingda tanlasang bo'ladi degan darslik. Shuningda qizim bizning uyda eng yaxshi musulmon qizim deb turib o'ylagandim. Ashuning darsligini boshdan o'qidim mana lekin. Nimishqa qarasangiz islomning qanchalik ortiqchiligi. Yevropada musulmon bo'lganlarmi jiq? Norvegiyadami musulmon bo'lgan Norveg millatlari bor. Bular nima uchun musulmon bo'lgan? Bu 5 dinning hammani selishtirib, buddizm, u din, bu din. Men masalan hozir dinlarni hammani tahlil qilsam, ba'zan dindikilarga tegib ketadi. Lekin bizning dinimizdagi ortiqchilik biz o'zimiz yasagan butqa, o'zimiz yasagan bunda bir simalarga e'tiqod qilmaydi ekanmiz, apa. Mundaq ortiqchiligimiz bor ekan. İslam deb turib shundaq deb darsda o'tdi degan vaqtda men qiziqib turib, onamdan keyin shuni o'rganish jarayonida bu bir fanga, bu fanni men tushensam, onamdan keyin e'tiqod qilsam bo'ladi ekan. Va tug'ilibli bir musulmonning uyida tug'ilganligim uchun men musulmon bo'lib qolganligim. Lekin ota-onam shunchalik biz kechda yotgan vaqtimizda oyatni o'qitib, shu ayatul kursini o'qitib, nim qiladigan keşti manda qo'rqmaysa, manda qilsa deb turib, uni anki balamga o'gitib mushtaq qildik. Lekin haqiqiy tushunish mush Yevropaga kirish jarayonimda dars orqali 5 fan. Sizlar mush Yevropada Norvegiyada o'qiganlar bilasizlar, religion dars bor. Shu darslikda hamma din tahlil qilindi. Cho'ng temada uşaq dinini bekçik to'xtalmaydi, ammo shuningga bilim beradi. İslam maxsus bir nima bab. Shuningda maxsus so'zlanadi. Dindeki mesele emas, taqat kuchidagi mesele. Aşı dinning qaysi babda 9 yoshlik bola, 13 yoshlik bola tuqquli bo'ladi. Bu bir lazzat degan narsa bor. Bu havo emas, bu hargizmi nima emas. Bu dindeki mesele emas. Dinimizning sababidan kambag'al bo'latamdiq, ishlash iqtidoridan ayrilib qolatamdiq. Shuning uchun butun dunyoga islom dini bir nachar din, islom dinidagilar o'rin bilimsiz degan narsani sizdek odamlar shuni isbotlab chiqaryapsiz. Islom dini bilan fan hargiz zid emas. Agarda sal bir bilim saviyasi yuqori, tomoq etish, hamma nimada bundaq bir mukammallashgan bir ona bo'lsa, uy jafo tatmaydi, bolalar jafo tatmaydi. Balani baqsa qandaq jafo tatmaydi. Hindistonningki ba'zan ko'rinishlari bor, to'rlar ko'rib yiqqan. Endi shu Hindistonliklar bilan o'zimizni selishtirib yoki Afg'onistonliklar bilan o'zimizni selishtirib, Pokistonliklar o'zimizni selishtiramdik. Oy Yevropaga kelgan Pokistonliklar yoki boshqa Pokistonliklarning ichida men Norvegiyada bir hadiya deb turib bir hadiya tojik deb bir parlament a'zosi bor. Arbeider Partiyaniki nimasi kandidat yana bir qatam biraz saylansa shu boshliq bo'ladi, prezident bo'ladiganligi kandidatlarning birisi. Ajoyib o'qiydi Pokistonliklar. Nima deb o'zining vatanini tashlab turib Yevropalarga qachaaladi, madaniyat o'rganimiz deb o'zingizning madaniyatini yo'qtirib o'z qechib ketmagan asosda men Xitoyda chaqda do'ppi kiyib yurmaydik, bir faoliyat kiydik. Lekin bizda mayaqda o'zingninki kiyiming. O'zing kelgan kulturninki kiyimlaringni kiysanglar deb turib deydi. Bolalarning ichidami ashundaq bu millatlar bir faoliyat o'tkazganda maktabni pütürüş murosimlarida kiyimni o'zininki haqiqiy kiyimlarni madaniyati, ashu millatning madaniyati kiyim madaniyati bilan kiyib keladi. Unumuz qilgan ish emas. Mush Yevropaga kelib ba'zan ashu chet ellikdek bundaq kiyimlarni kiyib nim qilsa hayron qolaman. Bu yerda bo'nat deb bir kiyimi bor. Ashu bir bu otanaga qoladigan kiyimlari bor. Biz atlasni, qizimni maktab bitirish murosimining hammamiz atlas kiyib berib, do'p kiyib berib, nimdaq chiroyli kiyiminglar bor deb turib uqtadik. Tamoqni shu o'zimizning tamoqini apli borimiz. Maktabning shundaq bir faoliyatlari bo'lsa-mu, qizim bo'lsin, o'g'lim bo'lsin, tamoqni itib, chiroyli qachiga elib olib berma. Tamoqni yemaydigan borki, o'zimizning tamoqini yegash, ayada birisining tamoqiga qarab sho'lgayini aqtirib o'tamisin deb
aşındaq qılıma. Her məktəbninki aşındaq fəaliyyətlərə məyli oğlum, qızım, həmmisi şundaq qılıma. Köp xil nərsələrini pişirib durub aşılağa apırma. Ala yeyiş, bizninkini yemidi dep qalmısın dep, tortlarını o anca-munca jelatin yox, şile yox. Aşındaq nimelerni yiyişisi buludğanlarını bilimiz. Ani təmin deyip baxsınız buldu dep durub qıldıq. Özünü qoğdaş iqtidarı mavu Avrupalıqlarının bək üstün onun mədeniyetini biz ügünüşümüz gerek. Yahudilarını deyli. Yahudilar alaylı sapalıq. Bizning dini düşmanımız yana birmi emas, xalqning madaniyati, xalqning qıvatqan işini ügünümüz. Bizning dini düşmanımız degeni men Yahudi diniga nim qilaman, yodisi olmoqchi demadim. Allahning ki davlat qurishini, Allahning sapasının qanchalik yuqorligidan ulgu olmayman. Bizning ma atrofimizda shundaqlar bor. O'zining ona tilini so'zlaydi. Faoliyat o'g'anda ela kichikda do'ppisini kiyib turib o'g'allar qatnashidi. Anandikin qanda g'ayri bo'lsin, biz uchun g'ayri tuyulganlar ela g'ayri kiyimlarni kiyib faoliyatga keladi maktabning faoliyatlariga. Biz uningdan ulgu olamiz. Noiti bilimli bular kitob degan ajoyib o'qiydigan xalq. Kitap okumasanız, bir narsada esilib qalsa, bir daraxtning ustiga chiqib olib, tush yo'lini bilmagan odamdek bo'lib qolasiz. Men sizga o'zimning sapolig'ini, sapoliq bo'lgan bo'lsang, agitiyatdan, mening nikoyim bilan sening nima chatig'ing, men devatgan gapim boshqa narsa. 13 yoshda agi berish, men rost mening nimamga faqat qabul qila oladigan bir narsa emas bu. Biz Yevropadagi boshqa unda bo'lsa kelmasanmanda Avrupaga kelganlarmi borki, mushlarni ichida 9 yosh, 17 yosh nim qoldi, 50 yosh, 17 yoshlik birisi tug'ib o'tiribdi, tug'dirib. Bu nomus ish emasmi? Faqat nomus deb his qilmay o'tirib, buni deb so'zlab, nima degan rasvo narsalar. Agarda telefon urmoqchi bo'lsanglar, abay ayat so'zlayotgan, menga telefon qilsinchi, qiling, yana birisi kim u? Abay ne so'zlayotdi, tinmay so'zlayotdi. Menga ursangmamdi miyaga. Ursaq mən düşünməyən ki, nimi sözləv atqıdanı. Nimi Xədicə Adilmi şu Xədicə Alim deb birisi Adil. Birisi şundaq 9 yaşlıq olğanda şundaq bir sözləb getdi, bək sözləb getdi. Gepi olsa bana dese, ayrımxanamda tıllaydı. Lekin əgər də Zöhrə, sizin qandaq fikriniz var, sizmi sözləb beqin qızı varlar, sözləb beqinlar ki, qızlar. Mən oyladım ki, bu aylıqı 9 yaş bir öyünün ödüsünü çıxalaydıgan yaş emas. Senin cinsi əvəsində qandıralaydıgan oxşaydı bilmedim. Senin gepin oyca. Lekin bir aile, bir adam toy qilgandan ana oluş degan ikinci qadam. Bu ana oluşniki bir nayda bir ağır məsuliyyət, vəzifə ekanligini bilməgan vaqtda bir ana olub qilish bu qanchalik bir ümidsizlik bir iş. Yaponluqlar qizlarını oxutudu. Toy qilgandan öydə oturdu. Nemişqa baqalaydı. Bizning ərlərimiz baqalığıdak bolsa öydə otası buludu, ayallar ballarının öydüsündən çıxsı buludu. Lekin baqanmaydıqanlar jiq tursa, o nemini məsuliyyətini ada qılanmağandan ayallarını tam işləşə məcbur oldu. Heç kim qısılıb avtobuslarda qısılıb oturub işləşini bəlkə ballıq bolğandan xalamaslığı mümkün. Amma bunun üçün həm də tang tırışaylı deydiğanga biz bilim ilişimiz hergiz ailemizi taşlıb etmezlikке bilim ilişimiz bək bir türkü olur ike. Bəkərək bilimlik boğan vaxtınızı cıq nəsini bilələydikkənsiz. Məsələn, mən oxuvatqan vaxt, mən oxuğanımda 50 yaşlıq, 60 yaşlıq adamlar bilan birlə oxudum. Bunlar nəvirlərik boğan, müştaq neyim qılıb, təcrübilik, bəzən kəsiblərini oxusa texim, vayıq yetküzüb durub oxuyalaydikkənmiz, dəb açlıq deydi. Toğra, cəmiyyət biliminiz var, bəzən dissertasiyani yazğan çağdamı şundaq məzmunluq, temalarga bay buludğan temi tallaş
nimangiz texmi kengri bo'ladi ekan agarda jamiyat bilimingiz kuchli jiq bo'lgan chog'da. Anaki 26 yoshgacha bular o'qiydiganini o'qib bo'lib, boshqa fanlarni o'qiydi ekan. Anandan unda majbur ma'rifni pütamaganlar yo'q. Burungi zamonlarda bordi, lekin hozirgi vaqtlarda unda yo'q. Bizning degan 9 yoshlik birisi to'y qildi degan gap u o'qimadi degan gapda endi. Assalomu alaykum. Ma'qul, turib turing, men qo'yib bir singlimiz telefon qildi, buni ovozini anglab qo'yinglar. Ada. Assalomu alaykum Zumrat xonim. Va alaykum salom. Men shu bugun nima temalig'ingizni bilmadim. Temaga kechikib kirib qoldim, lekin ishga yig'iz gapim bor. Biroz turib turing. Bu tema, bundaq tema. Bu tema 9 yoshdan 15 yoshgacha qizlarning nikohlanishi to'g'rimi? Payg'ambarimiz 9 yoshlikni aptikan. Shuning uchun bizmi olamiz degan tema. To'g'rimi degan tema. Men to'g'ri temada kirdim. Men bu shaxta ishga yig'iz gapim bor deymi shu chet elda yashayotgan qarindoshlarimizga, Uyg'ur qarindoshlarimizga yig'iz gapishim ruxsat qilasizmi? Bo'ldi. So'zlayvering. So'zlayvering. No internet. Uzilib ketdi telefon, meni ishga yig'iz gapim bor deb gapirishim ruxsat qilasizmi? Ay, ruxsat qilmaysiz, so'zlayvering. Mush barliq qarindoshlarim shundoq deymanki, men 18 yosh to'shmagan, hatto 20 yosh to'shmagan qizlarni nikoh qilib qo'ygan, to'yini qilib qo'ygan ishlarga tüpiyetsizdan qarshi. Men bundaqlarni dushmandan, haromdan, hatto odamning eng eskisi deb qarayman. Nima uchun desa, bizning hozir millat o'tni ko'yyotidu. Ya kelgusida 50 yilgacha yo'qolib ketadi, ya bo'lib qoldi. Ashunday sharoit yashayapmiz. Buning uchun qanday qilishimiz kerak esa, biz bilim olishimiz kerak. Kichkina yosh qizlarga bir oilani kiydirib qo'ysak, shu oilaning huddidan chiqa olamdi. Bu bir masala. Ikkinchi masala shu kichik turib baliq bo'lib qolsa, shu bolalar qanday cho'ng bo'lishi kerak. Hozirgi sharoitimizda masalan biz chet elda yashayapmiz. Boshqa millatlar qarab boqaylik, 14-15 yoshga to'y qilib qo'ygan ish bormi? Ba'zilar deydiki, kichik bolalar, kichik qizlar bog'chalarga berib yomon ishlarni qilib qo'ydi ekan, hissiyat kirib qolgan. Shuning uchun biz nikohni qilishimiz kerak deb yozib qo'ydi Facebook'larga. Men qarab, kallam ishonmay qoldim. O'ylab beringlar, bir yosh qizlarni hissiyatga berib xato qilib qo'ygan deb bir oilani nikohni beshik kiygizib qo'ysak, ashlar bir oilani bo'lganki baliq bo'lsa, u bolalarni tarbiyalash uchun bir bilimlik onalar kerakmi qanday? 14 yosh degan gap bir ota-onasining quchqiga kelib, so'yib ota-onasi aytlaydigan yosh. To'g'ri. Men 23 yoshda o'qish bitirdim, universitetni bitirdim yurtda. Shu vaqtda 23 yosh kirganda dadam qo'pib, menga rahmatli dadam, hozir u xizmat ishlash mazgilini, turmush o'rganish mazgilini, uyga kelib tamoq yetish mazgilini, sir chiqib jamiyatni tushunadigan mazgilini, sen bir oppoq qog'oz degan shu mazgil 23 yosh. Vaqt nima edi? O'ylab beqman 23 yoshda shundoq degan. Mening dadammi universitetni o'qigan bir doktor edi, rahmatli o'g'lim ketdi. 23 yoshlarni bir narsida degan. Chunki bizning hozirgi millatimizning kelgusi qop-qorong'i turimiz. Agar sizlar o'qib ba'zan kishilar 14-15 yoshli qizlarni nikoh qilib qo'ysa, bizning millatimizga kelgusi qop-qorong'i bo'lib ketadi. Men chet elda bir demokratik ma'lum bir davlatda yashayapman. Meni ko'z oldimda o'tgan ishimda beray 16 yoshli bir ingliz qiz maktabda o'qib chiqib bo'lib qoldi. Shu bal tuqcha 3 oy doktor oilasi turdi. Chunki u uni benormallik deb tushunadi. Bizda ashunday sharoit bormi? Ma'lum bir qizlar to'y qilib kelib baliq o'qasa, ashunday salomatlik ahvol tekshiradigan bizda sharoit bormi? Buni o'ylashimiz kerak. Burun ashunday qilgan yosh qizlar to'y qilib baliq o'qib ketamiz. Burun qandaydi? Burun cho'nglarimiz, mo'mlarimiz alsak, hammasi tumchak mo'may bo'lib qolgan. Chunki kasallikda uni biz kasallik yo'shib olgan. Hozir biz sir chiqib to'y qilib, kichik bolalarni agi beraylik. Ashu dodi bo'g'i uchun bir oyning yukini ko'tara olamdi. Bizning sirtlarda 5-6 mo'yirimiz bormi, bug'doy qo'noq teriydigan yoki zavqlarimiz bormi?
70 yılın aldıda küçük toyqalarning yerleri batdı, özünün vətəni batdı, özünün tupraqı batdı, xizmət bomsımı çıxıb moyandagi buğday terib can baqılaydı. Hazır sirtqi çədə çıxsa faqat işləşdən başqa amalımız yo'q, bizning vətənimiz yo'q hozirgi sharoitda. Biz o bilim egalləb, işləb, ikki qo'limiz bilan yan chaqchaq desaydigan holatda bo'lsa, bo'lmaydi. Uning uchun bilim egallashimiz kerak, ishimiz kerak, jamiyat tushunishimiz kerak. Agar qizlar talalar chiqib nasihat berilib qolgan, biz tarbiya qilaylik. Nikoh degan tushuntiraylik. Mektep yolu salaylı. Biz hazır takdirimiz bak kılıç tutturumuz. Eğer ayol kişi balını toy kılıp o kesel olsa onu talak iştirmezsek onun aksine düşen küçük narsip bilen kim aladı? Bir ailenin veyran kılmış. Bir ailenin veyran olsa bir millet tesiri buludu. Ayşe tırhiştim bu an balıklar kanda iyi bulunuz kelbisi de. Hazır ötep git bakın turmuş tecrübemiz karay 99% aile veyran buldu. Çünkü küçük toy kalmış için bazılar. Ailenin ötesinden çıkanmağalık için. Biz Uygur'un kolunu özümüz veyran kılattımız. Neymiş biz oyganmayımız. Eğer de erler deydi ki şunda iştim kalkanlar biz iyi çıkışımız gerek deydi. İyi çıksınız. 30 yaş kalkan tulhutulan var. Şular iyi çıkın. Ben bu şeyi sözlep koyayım. Zümrət Hanım keçirim vaxtınızda aldım. Ben rəzəbləndim. Ben rəzəbləndim. Uygur erlerin hemisi bilməkçi emas. Qısmen nadalıq bolsa ama Uygur'unla ama millətdə ot göyüvadıdı. Rəhmət sizge. Həminlar rəhmət xoş. Hazır mənim anlavatısızlar. Yəni davamlıq telefon qısanlar buluduq. Xalığanca qarşı fikri olsunuz bu telefon qılın. Mən özümni faqat tutanmağandım. Bu doğru bir qaxşayman deb o'ylagan. Lekin ümitsizlanib ketdim. Endi bu o'ylab yiqinglar sizlar bir ona, sizlar bir dada yeshidiki bolalar, sizlar bir o'ylab yiqinglar, mushu gap, mushu to'g'rimi? Masalan, ayrim xonamga shahvan narsalarni ivat deb to'y qilsam, to'y qilganligim uchun to'y qilmoqchi so'zlayotsa deb. Men bir misolni olib beray. Bultur qizim püttadi. Nimeni to'liq o'tirni püttagan chaqda o'zining savodoshining ichida birisi bir xil kiyim bor. 5-oyda 5-oyning 17-sigacha kiydigan Norvegiyadalar rus deymiz normal maktab püttaganlar, normal universitetga kiralaydigan, kasbiy universitet emas, rasmiy universitetga kiralaydigan qizlar o'g'illar kiydigan qizil bayroqninki Norvegiya bayrog'idagi nimasi bilan tushirilgan bir xil kiyim rus deydi. Shunday kiyimni kiyish bir nimasiga bir hamda o'qish hayotida kiygili bo'ladigan bir sharaf bor, sharafli kiyim. Shuni kiyishga osh qiz muyassar bo'lolmadi, chunki eg'irlashib shu tug'ayla deb qoldi. O qiz o kiyimni kiyemedi. Uydagilarim 19 yaşda to'ng'isi bo'ladi, bek baldur bo'lib qoldi dedi. Abay, yana bir singilimiz degandek bir doktor haftada 3 kun kelib, ashuningga yordamda bo'ldi. Nima mosh eg'ir bo'lishda, yana bir midar bu uchraydigan masalalarning hammasini so'zladi. So'zlab Assalamu alaykum adam, men bugun o'ydim imom batdi shon gap. Shuningga anadikin nim qildi. Masalan, yordamda bo'ldi. Abay aqsingimiz degandek kim bizga shuni o'rlashtirib berdi? 12 yoshlik, 13 yoshlik, 15 yoshlik, 16 yoshlik deyli. Shularning holidan xabar oldigan tug'ut analar bormi? Yoki xabarini oldigan yordamchi mundaq sestralar bormi? Buningda darslik va bu yerlarda shularni uytidi. Uni muhofazat qilganning o'rnida yordam berdi. Ananikin opsiga xizmat ishildi. Sen yordamda bo'lishing kerak, mundaq qilishing kerak deb. Endi bu yana bir ne deb beray, yana bir 16 yoshlik bir qiz bola eg'ir oyoq bo'lib qoldi. Uning uchun to'y qilish uchun uydan masala so'raydigan gap 18 to'shmaganlik uchun opsi buning uchun qaror chiqardi, ba'zan narsalarga opsi yordam qiladi. Anadagi opsi ayiblanadi. Bu yerlarda. Uni mi deb beray? Opsi ayiblanadi. Burunlarda apamga dadam deydigan qizlarda chatoq chiqsa sizden almay hesapni, oğalları çataqsa özüm bermay hesapni deydigan. Hamda nimiş bunda deydigan do deb o'ylaydim hamda. Qizlarni qilin bo'lib qoldi da bir to'liga qilaversa deb deydigan. Bizning uyda unda qilib 10 necha yosh to'y qilgan odam yo'q.
o'qiysizlar deydigan bo'libmi, qizlar o'qiysizlar, o'tamisanlar, yana o'qiysizlar, o'qishdan boshqa hech qanday chiqish yo'ling yo'q deb deydigan dadam. Ballarım hemimiz o'qish kerak deb. Yani onu şurada qildik, hemimiz o'qidik. Ama o'qish orqali dadamni vaqmadim ya apamni vaqmadim, maxsus 24 soat dadamni apamni vaqmadim. Ammo bolalarımga yetişalaydigan bir psixika, bolalarımga yetişalaydigan bir ruh holat, bolalarımga yetişalaydigan iqtisod, pul tepish yoki o'z-o'zimni baqqandan o'tib bolalarımni baqalaydigan bir iqtidor yetilib chiqdi ekan. O'qib, o'zingizni mush jamiyat bilimlaringiz ishlash orqali. Muşununğa yardımı buludu ki, hem de 30 yıllık toy qilish tarixim var, yoki 5 balam var, 10 balam var deydisem mi? Aşını bakalıqdak iqtidarınız bolsa, 20'ni tuğsanız mı buluyordu? Abay degende neçim o yerimiz yok, bizninki işleyimiz. Siz Türkiye'deki ahval teximi eğir. Hem de patva piç beringlar dedik, o tazlık kılanmazdık mı? Bu yögünüş bilen münasebeti var ama öyde turgusuz dereceli purap ketken aile şarayetini açar. Doğru şarayetini açar. Lekin tazlık bilen o kiyiniş pekkat zıt emez. Bu İslam dindikiler meynat, İslam dindikiler orun, İslam dindikiler işlemeydi, xotunları mında kılıdı, mınç yaş toy kıldı degen nesinin hemmisini adam keltirip çıkadı. Herkes din keltirip çıkamadı. Herkes Kur'an mihnet kımay durup, öyde oturup, tilep yaşaysa degen nesini Kur'an'da yazıqlık emez. Caynamazın üstüde sen ibadet kılırsa, lekin talağa çıkıp işleyse, mihnet bilen can baksan şereflik yaşaş bu. Hergiz mihnet kılmay durup öyde olta. Bosuğudun atlama. Bosuğudun atlamasan erin bakıdığan mandak ahval bolsa, bosuğudun atlamay öyde sisip kesin meyli. Lekin dedim o, vayırı yetkizip durup ayalı bulalaydıgan bir nemi buluş gerek, bir halet buluş gerek. Yahudilarni misal aldım. Yahudiniki cih neslerini ben tınmay okuyma. Ben hiç kandak bu neslige karşı yoki din cihette nimem yok. Dinge karşı nimem yok meninki. Ama dinge karşı durmayman. Ama ma o'g'rilik karşı durman. Dini bilen o'g'rilik ikisi bir narsa emas. İslam dini bilen o'g'rilik, İslam dini çokum o'g'rin bo'lish kerak degan narsa yo'q. İslamda o'g'rin bo'l, jaynamazdan ko'tirib o'tama, jaynamaz talaq chiqsan, ayollar talaq chiqsa bo'lmaydi. Talaq chiqsa nima bo'lmaydi? Öyde o'tirish kerak, mundaq qilish kerak degan gap qiziq gapda. Bu öyde o'tirsang, sen baqalısan, balang ayolingni uyga maktab nim qila olamsa, o'qish hal qilib bera olamsa, Arabning ne ayolları var bu yerlerde, muş Suriye'den kelgan ne ayollar var o'qiyotgan, tinmay o'qiydigan. Oye, erallıqlar en aşı ballarning o'qishiga sapasi en yuqorisi erallıqlar. Ya bu Şia o bu dedik, erallıqlar acayip bala o'qitdi. Özlerim o'qiydi, ballarını şunda o'qitdi. O Pakistanlıqlar o'qitdi anadiki. Biz Uyg'urlar unuga yetmaymiz. Uyg'urlarning ichida bu xiyana töven. Çatarga keldi, oy xizmat tapalaydı, özünü baqalaydı deb oturup ballarını onçilik ündümegenler ba o'qishga. Sizlar eliqi meni ballarını o'qitdi deb turib poyitib deb o'ylamanglar. Men milletim uchun xeli sapaliq ballarını tarbiyalayapman. Hem tirishayapman shuningga. Özüm ulgi oldum. Özüm 1 sinfdan 3 sinfgacha ballarniki o'qish odati yetilib bo'ladi ekan. Meyli siz qandaq ana bo'lun, qandaq saviyadagi ana bo'lun, balalarınız o'qish yeshida bo'lsa, bir kitobni, hech bo'lmaganda bir gezitni elib o'ltirib, yanada qisib o'ltirib, dars o'ltiring, topshiriq ishlagan vaqtida. Men ba'zan qizlar bilan bu to'g'riliq o'rtaqlashiman. Hamma odamlar men endi bu pedagogik to'g'riliq so'zlayman deb o'ylamagandim. Lekin Mishiyadagi ahvol, men sizga bu Yevropani shaltiqimni qilib turib, voy unda esil deb turib maqtash niyatida emas. Ammo o'g'inish o'z-o'zini qo'g'dash jihatda Yevropa, g'arb ellari ras yuqori o'rinda turadi. Bala, sen tuqqan chaqda qo'saqning ichida chaqda sening o'g'an bilan tug'ilgandan boshlab hukumatning degan narsani bek bildirib cho'ng qildi ekan. Biz kichik qizim 6 sinfgacha Xitoycha o'qib kelgan. 7 sınıfından bu yerde 7 yıl başlanmış mağribi. 7 sınıf kılı ekirvetdi. Bu jarayonda
Məktəb başlanğandala bizə bir kart bədi deb qızım əkeldi. Bu Norveççe yazıqlıq. Aile zoravarlığı yoki uyda sıkılıp mındaq bolsang ata-anan bozaq qilsa, ma saqchiga yoki ma o'ringa telefon qilsang bo'ladi degan bir karta. Anandikin men qizim bilan ayrim paranglashdim atalar yig'indan keyin. Balam, agar har qanday fikringiz bo'lsa, menga deng, lekin u yerlarga telefon qiladigan bir ishlar bo'lmasin. Men o'ginib opa bo'laman. Men opamdan opa bo'lishni o'rganmadim. Ama ben apamdan ilgar ana oldum. Apamdan mı ilgar ana oldum? Apam mı yaxşı bir ana olgan, lekin apamdan mı ilgar ana oldum? Siz meningdan mı ilgar ana oldun deb turib, hazır deyme, lekin 12 yaş vaqtida aşında dedim. Balam, bana fursat bering, her qanday fikringiz olsa desiniz bo'ladi, amma uydan ko'chib chiqadigan bundaq ishlar bo'lmasin deganlarim dedim. Yevropaga kelib, bolalari uydan ko'chib chiqayotgan oilalar bor. Ata-anası bilan birga turmaydigan aileler var. Lekin balalarımga dedim, agarda uydan ko'chib chiqmoqchi bo'lsangiz, chiqib ketasiz, ikkinchi kirmaysiz uyga degan narsani o'g'limga, qizlarimga, o'g'illarimning hammasiga dedim. Har qanday vaqtida. Hukumatga arz qilsangizmi, nima qilsangiz, shu kundan boshlab men sizni tonimayman, lekin men o'zimdagi xatolikni tonishga o'zgartishga texmi yaxshi ona bo'lishga tirishiman. Lekin menga fursat bering, fursat bersangiz, uni yana qabul qilmasam, u vaqtda ko'chib chiqasiz, uni yo'li ayrim degan narsani o'rgatdim. Bu yerda shunday qiladi. Hukumat ega bo'ladi. Balliq bo'lishmi shu? Jiq narsalarda hukumatdan ota-onalarga bo'lgan nimasi yomon ustun, talbi bak ustun. Shuning uchun mishaga xos ona bo'laman emas, Uyg'urimning texmi ilg'or onasi bo'laman deb turib o'ylayman. Keyincha cho'qim shaxsiy bir maktab etishim mumkin yoki bir ayrim bir tarbiyalash markazlarini etishim mumkin deb turib o'zim ashtaq o'ylayman, hukumatga ishlamayman keyin deb turib o'zimga shunday o'ylayman, shaxsiy bir ish qilaman deb turib. Anandikin hozir bu vatan davosiga kirdim deb o'ylamayman men. Men faqat bir millatni o'yg'atuvchi millatning vakili. Men o'zimningki tajriba saboqlarini sizlarga bilan ham o'rtoqlashish orqali millatim tang ilgirlisiga men bilan tang deb turib o'ylayman. Bu yerda poyitib yoki nim qilib mening nikoh masalam bek muhim masala emas. Agar nikoh masalamning hal bo'lishi vatan davosini bek yuqori pallaga ko'tarishga yordam bo'lgan bo'lsa, hal qilib olatdim. Hozircha vaqtim yo'q. Shuning uchun buni g'amini qilmay, ma davatgan narsamning temasi ustida to'xtalaylik. 9 yaş bilan 15 yaş oralig'idagi emas, 20 yaş oralig'idagi bolalarning uchun dayet o'ylashib turib, tarbiyalab, sopaliq bir onlarni jamiyatga sunaylik. Onalar, ayol qarindoshlarimni dey. Oppalar, siz bolalaringizni yengillaymiz. Mush bolalarni agi berib olsaqla yengillaymiz deb o'ylamang, yengillamaysiz, jamiyat uchun bir cho'ng, bir eg'ir bir yukni sunimiz degan gap. Basqunchilik shunda eg'ir borga, Turkiyadan borga, jiq yerlarda ba'zilar dedi menga mushtaq basqunchilik qilganlar borgan. Buni nikohlantirib qo'ydik deb turib, bu bir jinoyat, basqunchilik degan dindimi eg'ir oldigan masala. Chamma kesak deb turib deydigan-ku. Anandikin hukumatning qonunida bu bir jinoyat, basqunchilik degan jinoyat. O jinoyatni nikohlantirib qo'yish haliga bir misollar emas, uningdan boshqalarmi borki, Turkiyada uningdan boshqa misollar borki. O'g'illarga basqunchilik qilish, yana bir deganlar borki, u mavjud narsani nimish ko'zimizni yumib o'ltiramiz, nomus qilgan narsalar borki, lekin buni ilm-fan nuqtasidan biz safarimizni biza ko'tarsak, ma jinoyat sodir qilish nisbatini to'vallatimiz deb o'ylayman. Masalan, ba'zan kasalliklarning oldini olish uchun hali qanday tug'utdan cheklash, bu degandek choralarni darslikda o'timiz. Aşı narsalarni saymonlarga kirgizib turib, odam badanini tahlil qilib yasalgan ba'zan uskunlarga kirgizib turib, kiygizib turib dars qilib o'timiz. O bir fan, o padishab bilan qat'iy munosabat yo'q. Faqat munosabat yo'q. Lekin bolalaringizning o'zini qo'g'dash iqtidorini yetildirishga foydasi bor. Siz yog'an deb baxmang, demang. Siz mushu yo'gangan bilan bilim elish hargiz taqashmaydi.
bilim alsınız, özünüzü qoğdaş iqtidarınız bir baldaq yuqur kötürüldü. Hiç bo'lmaganda özünüzü qoğdaşmı bilim arqılıq biləlaysiz. Haq sizga təhdid qısa yoki özünüzdən bir kun tushgan chaqda chiqish yo'li izlab topalaysiz. Aşındaq o'ltirib xotinni tadqiq qilsangiz, bu millatda qandaq bir umid qoladi. Qandaq bir umid bo'ladi endi. 9 yoshliknimkinimi boş qo'yib etmay o'ltasak, anandikin bu millatda qandaqmi bir umid bo'lar. Birasinglar telefon qilamsizlar? Telefoninglar bo'lsa kirsin, qanchalik fikr qila olsanglar. Şu fikirni deyli qizib ala bekerek ehtiyat qilinglar. Buningga cho'qim ovoz qo'shinglar. Ayrim xonamdili so'zlamay, qizib ala so'zlanglar bu yerda bugun. Men bekli afsuslandim bu ishdan, bek biyaram bo'ldim. Bekli biyaram bo'ldim men. Mesela ben o'ylaymanchi, ailesidan ko'chib chiqish degan narsani ba'zan ota-onasi bilan yaxshi o'tamay ko'chib chiqayotganlar bor. Uyg'urlarning ichidan bor. Ba'zanda shu yigitlar bilan deb chiqayotganlar bor. Har xil millatlarning ichida bor bundaqlar. Lekin özünüzde qoğdayalıqdak balаңыздың ödüsün çıqalıqdak muş oqıb etib turib, muş imtihan degan şunda ağır imtihanlar var. Çatalda oqish bek osan desbek külükdime. Burunlardan bir yeni kelgan vaqtımda voy osan, voy mundaq deydi. Lekin oldı bulup oqish tez. Oldı bulup oqsangiz boshqacha imtiyozlarga erishsiz. Onun için imtihanda alaylı küçüşünüz gerek, adeti ders küçüşünüz gerek. Aşı imtihanlara taqabıl, imtihandan ödüsün çıkış üçün yeni bir inlerden birini kötətib qoysak, o ders texniki süpiti qançilik bula. Bu bəkli bir mühim məsələ. Şunun üçün qeyrindaşlarım, ma özümüzni qoğdaşını biliş üçün ma ətrafınızdaki adamlarını yetəkləb qoyaylı. Siz mening 9 yaş, 15 yaş man dedin, an dedin, sen mundaq qaşqa, andaq qaşqa, hiç kim anmaqaşqa, sen nereden bilse meni anmayma deganini. Men bu yerga e'lon chiqarmayman, chunki mening turmush ishim hech kim bilan munosabati yo'q. Lekin 9 yaş bilan 15 yaş, 18 yaş qizlarningki ishi men bilan munosabati bor. Men bir ona millat uchun aytgan chaqda muhim bir o'rin, onalik o'rni. Bu bir salayet. Analar degan bir burjuva bir personaj go, muş öydiki. Analık salayetim bilen, analık burcum bilen dep turib tilga alımız. Vatan ana deydi. Vatan dada demeydi o, vatan ana. Yıqılıp ketmegekçi oğandımı yıqılgan çağdım muş. Vay appam devitimiz. Bu apı degan bek muhim. Bir tillamakçı var, dadağını dep tillamaydı, appağını dep tillaydımış. Apı degan acayip bir o nemiken, şəxsken dep durup oylaydım. Tırış baxsaq, o 9 yaş, 15 yaşındakinin g'emini qilg'icha, vatanning g'emini qiling. Şu xotinli, biz islom dinida şu xotinli tasvirlangan din bo'ldimi o vaqtida? Xotin temisidan boshqa tem yo'q din bo'libdi dedim men. Eğer de başka bir nimalar yo'q bo'lsa, men oyoqlashtiray. Yoki paranglar bo'lsa, gap qilsang, telefon qilsanglar bo'ladi. Men yerda bir telefon qilibdi. Assalomu alaykum. Telefoningizni ovozga qo'yib o'taymi? Da. Internetda. Shaxsiy telefon qilamiz. Men o naq maydonda dedim, men mush temaga doir parang bor o'xshaydi deb turib
Telefonunuzu aldım. Bo'ldi agarda shu temaga doir gaplaringiz bo'lsa desangiz bo'ldi, bo'lmasa men naq maydonni oyoqlashtirman. Har holda o'zimizningki qizlarimizga o'zimiz ega chiqayli. Bu bir tilamchi bir millat bo'lib qolmasak deb o'ylayman. Bu yo'ginishimiz, yana bir qilishimiz emgak qilmaslikqa bir sabab bo'lib qoldi degan narsalarni men faqat qabul qilolmadim. Öydimi ishligili bo'ladi ekan, bir tilamchi millat bo'lib qoldik degan gap, dunyoviy tilamchi bo'ldik. Masalan, siz bana bir telefonni deb beray, bu telefonni siz yo'ganmagandan bizning dardimizni bilmaysiz, siz ishlayolmaysiz, shuning uchun siz bizga qarashingiz kerak degan gap, bu bir xato gap. Bu sizmi chiroyli yo'ginib chiqib ishlang, mehnat bilan ishlab jon beqing. Mening birsini beqish majburiyatim yo'q yoki yo'ganganlarni beqish majburiyati bor degan gap yo'q. Emgak iqtidoringiz yo'q bo'lsa, biz qarash majburiyatimiz bor. Emgak iqtidoringiz bor odamni haqni aldab turib pul xashlamang. U bu yerlardan pul degani jig'vatadi, na ketyotadi u pul. Mush nima degan u darnakchilar, bu darnakchilar shunchalik pul jig'islar, na ketyotadi u pul. Şahsen ben bermeymen, ben bultur berip baktım, bultur resmi nim kıldım. Biz neçimiz birleşip şunda kıldık. Lekin Uygur yar hisavatını berdi. Uygur yar hisavatını berdi. Abdüveli Ayıp hisavatını berdi. Şunun için onunla ben işkilenmeyme. Okuğucuları xeşleydi. Kömeğe alamagan bir ballavatı kişi için şunçilik nim kıp ketken. Alık nimisini setip aldık. Ben kitabını setip bilip oturup pulunu berip ki kitabını satamadım. Elip ben satamadım. Onca olacak adam olmaydı ki uyumda turdu. Lekin pulunu berip ettim. Zakatını mı ben okuğuculara berme. Lekin ondak emgek iqtidarı batırıqlıq işlemeydiğanlara bermeyme. Ben o meningden avarım bulmuşsun. Ben hem şundak tavsiye kılman ki o dernek bu dernekке pul vermey. Okumakçı olan ballarını, okuşu üzülüp qavatqan ballarını izlep tapıvatımız, tapdık. Şunda qılıp şulağı ulaştıraylı qeyrandaşlarım. Hergiz bikadı öyle oturup bir manda olup qağalara bərmeyli. Nemişki haqqı maşin aldığanğa, yeni birim qıldığanğa şərait bizimi düm yetip düm qopup durup pul tapımızға qeyrandaşlarım. İşləyimiz etdigəndə çikitimiz. Bu yerlerde okutukçu olmak degen bir tez. Küttüge kirip de yüreğimiz onda cıqbalı olmagan bilen. O faaliyetlerge tan jügreydiğen jügrep, tan nem kıldıgan takı çıkıp, bakı çıkıp, hemme näsige tan kılımız. Şunun üçün biz işlep tapqan pulni aş ilgisiga bereyli. Hergiz onunğa bununğa havalı kılıp olturup palancık berip koysun degenimiz bilen berilmeydi eken. Bu ahval nayt eğir ahval. Şunun üçün mening tavsiyelerim qat'iy u yerga bu yerga nim qilmay egisiga beringlar pulni, egisiga. O'zini beqish iqtidorini yetildirayli. Agar ishlayotgan bo'lsa, ozroq narsa kam bo'lsa, shu narsani qilib beraylikin, ishlamagan odamni boqmayli. 5 oy to'liq turuqliq o'zini boqmasa, bu bir xatarlik ahvol. Dunyoviy tilamchini yetildirib chiqamiz. Yevropadagilar qison deb turibdi, qil deb turib deydi. Men hamma narsani men minnat qilmayman, ammo millatim tilamchi bo'lib qolmaydi. Birsi 9 yoshdan 15 yoshgacha mundaqlarni xotib qilganlarni hayvon deb hisoblayman. Qonunda nim qilyapman. Ba'zilarnikini nim qilib anzini dilo turg'izadigan ishlarni qilyapti bolalar. Tapqanlarni tug'ib qo'yib, ega olmaganlarni mushtaq qilyapmiz. Anandan keyin bularni yetaklashimiz kerak. Yana birisi Qur'on kursida nima deb Qur'on kursidagi bolalar oson yetilib ketdi deb turib so'radim. 14 yosh 15 yoshda Qur'on kursiga kirib, xotinlarni izlaydigan u hocam bu hocam erlarni akirib dars o'tkazdi emasmi? Aşındaqlarning ichida anadagi uningga buning ko'z tashlaydigan gapga qizlaringlarni-chu Qur'on kursiga olib borganda diqqat qilinglar. Bo'rlar vaka. Bo'ra. Xotin izlaydigan bo'rlar vaka. Ashlarning ichida. Ashundaq nim qilib, "Voy biz sizni nim qilib qo'yamiz, andaq biz mundaq qilsangiz savob bo'ldi."
Xotun bu savab bulamda. Senin xotunların var turukluq, kichik qizlarninki oldini içib qo'ysang savab bulamda ular uchun. Acab nomusizga xizir pirsir deb, sen nənin xiziri, doziqi deb o'ylayman undaqlarni mən. Anandikin özünü beqish iqtidarını yetildirayli, cho'pcho'ng qizlar, cho'pcho'ng onalar, ballarınızı tilamchilik bilan tilamchilik baxmang. Tilamchilik deganda sadiqa deb beshini o'rib etib berdi deb turib qisiniz, ashini ko'nglingiz ko'tirib olamdi. Ammag'allar bor bir narsalarni ishlaganlar, ishga tushganlar bor bo'ldi. Ishlisi bo'ladi ekan. İşləş bilan yögünüş bək taqışıb ketməydi. Bək niqablıq olsun, sən normallıq yögünüşkə ötün. Anadakı çıxırıb qoyubdu, bir nimələrni tədqiqat, ilmi tədqiqat aparımız dəb durub, nozgumdan, yəni bir minə günəsən çıxırıb qoyub, birisi ivətib qoyubdu. Anlığa oxşaydı dəb durub. Anlamısı mənim pərvayım pələk. Amma özünüz yetildirin, özünüz qoğdan, özünüz tərbiyələng. Bu bək mühim. Bizga tilamchi millat, tilamchi onalar kerak emas, tilamchi xalq kerak emas. Bizga mundaq bir kuchaydigan millat kerak. O'qiydigan bir millat kerak. Ma Yahudini yaratmaydiq, Yahudilar shunchalik bir o'qiydi, butun dunyoni titirtiyotgan-ku, oldingi hisobda. Tibet deyli. Tibetning o'qiganlarininki shunchalik soni jiq. Tibetning umum sapasi shunchalik yuqori chet eldagilarninki. Siz işenmesiniz, dalayninki nutqlarını anlang. Mən aşınınki əza. Aşınınki dinni, aşı çöndürüşü, din taqat kutusu aşı. Aşı nemedeki Hollywood'daki ne esil çolpallarını şu, aşı nemege ekirdi. Özünün din taqat kutusu nemesi bilen pul degeni çıkırdı. Aşı, Pretty Woman degendeki nememi şu. Ertesimi şu, aşınınki nemesi, əgəş küçüsü. Aşının sözlerini anlap yıkan, İngilizce bilidi. Aşı bir din taqarışı İngilizce bilidi, İngilizce sözleydi. Bizninki dava sepimizden beşi incəqlap til bilmesek, yani yaşlarını terbiyelemesek, biz əmdə özümüz xalq olsaq mı özümüz terbiyelesek bu mamda. Mağa Tibetninki birisi bilen davamlıq paranlaşma şu aşlardaydı. Biz cıq katip ballarını terbiyelep çıktık. Katip. Aşların işçideki en noçileri keyin teşkilatının varisi buludu. Davarimizin varisi buludu. Şunun için biz bir munca aşı katiplerimiz var. Anağı məsul, manağı məsul, yaxşı okuğan ballarını biz özümüzge teyi yakıp durumuz. Birisi ölse, dalay ölse, yani biz çıkıdığan, yani birisi çıkıdığan müştak kılımız bu degen, ölüm degen hemimizge ba, davarimiz ət əli olmay qalsa, ögün əli bulduğan qıma adamlarını teyalap, səplep koyumuz deydi. Bizde şu var mı? Bizde o iş yok. Şununla tordaki o dip bu dip temini emdinim cimik durup dursa ma temi çıkıdı. Onda qımanlar çok yerindaşlarım özüm terbiyelep bir ilgar milletler qatarığı öteyliçi biz burunqı Mehmet Kaşqiri yoki Yusuf Qasacip yoki o ne bu de dep durup tilg'i ep durup pəxirnip emas. Ma hazırki zamandaki adamlarning işçideki tilg'i bek çoğun elinip ketmesekmi? Lekin aşının içindeki bir ilgar, bir vitamin qatarı qapqalaylı, bir milletning vitamini bulaylı biz. Aktif energiya taqıtaylı, nemiş qılımız pasif energiya nəmələ taqıtıp köngülsüz işlarını qıp oturmaz. Sizin bir ana tuqqan, sizin sınırlarınız yok mu? Analarınız yok mu? Siz tamdan tüşküdün çıkıp qalmağan. Gayiptin peyda olup qalmağan, burullarda gayiptin ballar peyda olup qaptı dese mümkün emas ki, o bir aqılsızlı bir paran. Şu gayiptin kelgen bir ballarga gayiptin birisi eğrayıq oqaptı dese, hə deb olturduğan adamlar bardı. Aşda qandaq özünü özü qoğdaş bolmağandikin, aşındaq bop qalğan, o bir neydi tuğup qoyğan, yani bir yer tuğup qoyğan, aşdaq misallarımı jiq torlarda mı ba, qeyrindaşlarım aşının aldığını alaylı. Lekin cinayetni nikah arqılıq yepiş, bu günahqı şerik buluş, bu məsilini hal qilishning usuli emas. Cinayetga tegishlik jazosini o'tash kerak. Meyli qaysi davlatda bo'lsangiz, faqat iqomatingiz yo'q, yana bir mingiz yo'q bo'lganlik uchun emas. Agarda uzun dönemlik iqomatni iltimos qilib qo'yganlar bo'lsa, nomerini ichib qo'ymay davolanish yana birlarga ta'sir yetayotganlar bo'lsa, meni izlasangiz, ichishga yordam beradigan qarindoshlarimiz bor.
Agar ağır kesel dorilar kerak bo'lsa, uni ayrim nem qilamiz. Agar kesel diagnozlaringiz o bo'laringiz qilmay turib, o yerga apalmaymiz. Yoki dori olib berish nemisini qilib bermaymiz. Diagnozingiz bo'lishi kerak. Unda qalaymaqan hamma nemisi bek oshpaq bo'lib ketganlar borki, o'zining mashinalari va uylari bor turuqliq. Yana o'sha shunda qildiganlar borki, uchun tova deb atgan bir telefon qilibdi. Bundaq bir yuzi yo'q odam nerda qolib qolgandi, nimanda yuzi yo'q odamlar jiqlab ketdi deb. Yuzingizni teppilang qarindoshlarim juma. Yüzünlerini tepilanglarçu, g'urur degan narsa var. Adam o'zining g'ururini saqlamasa, g'ururini depsanda qilsa, u odam emas, hayvondan nima farqi? Hayvonmi unchalik qilmaydi ekan? Hayvonmi o'zining bolasini bunday qiladi ekan? Qanot ostiga oldi ekan, siz nima teshga chiqarib o'tisiz bilmadim. Ko'z quloq bo'ling. Qur'on kursi texmi qo'qinishli ekan. Abay qarindishimizmi dedi. Qur'on kursidimi qo'l eshikning tubida turing deb. Bu ishlar ish bo'lmay qoladi. Nimishqa bo'lmasa, nerdan unda kichik qizlarning agitigishi nerdan paydo bo'lib qoladi? Nimishqa nerdan ichilib ketyapti? Yaxshi o'qiganlar unda baldur agitamagan bilan, moshunda o'qimaganlar bekarak agitigyapti. To'g'ri shu. Ashunda qiyotida o'zini qo'g'dash iqtidori to'van bo'lgandan keyin hissiyotga nimishqa 14 yoshda hissiyotlanib ketadi ekan. Nima deb hissiyotlanib ketasiz deb shuni yetaklayotgan odam bor. Pulni dernek-berneklarga pul yig'ib bermanglar qarindoshlarim. Shaxsan men bermayman. Men Uyg'ur yarga yordam qilaman, lekin boshqalarga qilmayman. Ayrim bitimchi qilaman birlariga. Lekin sizmi shundoq qiling. Igisiga beringlar qarindoshlarim. Igisiga hargiz u bu orqali havoli qilmang. U joyiga tegmaydi ekan. Aniq narsa joyiga tegmaydi ekan. Bu ishni obdan biladigan qarindoshlarimiz bor. Bu tema to'g'ri ayrim to'xtalamiz. Hozir o'sha 19 yoshdan 15 yoshgacha deganni payg'ambarga ishtirib qo'ymang. Bu jiq videolarni chiqarib qo'ydim, oldirmay ko'ring. Yoki tushunamisiz, tushundiganlardan so'rang. Hech qanday narsani gunoh bo'ladi, payg'ambarga ortib qo'ymang, islom diniga yuklab qo'ymang. 9 yoshdan 15 yoshli qizlarnikini agtigishni payg'ambardan ulgu olib o'tiribsiz, payg'ambarga qarasanamang. Peygamberinin ajanglarda yürgeni, peygamberinin qilgan ulug'vor töhbelerini şunundan ulgu eling. Vatanimizni ozod qilish vazifasiga bekarak tadqiq ashunga boshqa turing. Anadiki boshqalarniki xotin elishga, bir odamning nikosiga ko'ngil bo'lmang. Anadiki shuning ustida tadqiqot etmang. Ayrim xonamda buningdiki qanday shahvona, rasvona qilsangiz, butunlay chiqarib o'tma. Bugungi kundan boshlab har qanday narsani yozsangiz, to'g'ri chiqarib o'tma. Avazlıq nəz qısınızmı çıxırıb etmə, həmmini çıxırıb etmə. Bugündən başlap. Onun aldıcı rəsva temalarına mən bugün cavabını verdim. O rəsva temalarda toxtalığım yox. Əgər neyim qılmışsınız, siz izzat atmışsınız, aşını Facebook'daki rəsminiz bilən, o boğları bilən çıxırıb etmə. Rəhmət sizlərə.